Salom. Senga kofe olib keldim. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi, do'stim. Tinchmisan? Sog'omonmisan? Hayotingdan mamnunmisan? Bilasanmi do'stim, seni o'zingga yoqmaydigan va har kuni ertalab borishni istamagan o'sha ishing har bir ishsizni orzusi. Seni o'sha gapga kirmaydigan quloqsiz bolang har bir farzandga zor insonning orzusi. Seni o'sha ozgina yig'ib qo'ygan puling qarzlarini to'la olmay sarson bo'lib yurgan har bir insonning orzusi. Seni o'sha o'zingga ham kerak bo'lmagan sog'liging tuzalmas dardga chalingan har bir bemorning orzusi. Seni o'sha o'zingga ham yoqmaydigan kichkina uying har bir uysizning orzusi. Odamlar ko'ziga ko'rinmagan gunohlari ortidan sharmanda bo'lgan har bir insonning orzusi. Qalbing xotirjamligi, yetarlicha ovqating borligi, tunda osoyishta uxlab bilishing esa mamlakatida urush bo'layotgan har bir insonning orzusi. Ya'ni shuni aytmoqchimanki, hozir senda nimaiki bo'lsa, hammasini qadriga yet. Axir ertaga sen bilan nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Hozir qadriga yet. Tushundingmi? Kofeni sovuq qilma.